Abdulg'ozi Bahodirxon bizlarga bir haqiqatni o'rgatadi. Ilm va vatanga bo'lgan muhabbat eng buyuk kuchdir. Men Urganch davlat universiteti talabasi Husinova Nilufar Milliy tiklanish partiyasi o'zimizniki aksiyasi ishtirokchisiman. Milliy tiklanish demokratik partiyasining o'zimizniki aksiyasi bizlarga o'z tariximiz va ajdodlarimiz bilan faxrlanishni o'rgatadi. O'zlikka sayohat bu muzeydan boshlanadi. Shior ostida biz ajdodlarimiz merosini qayta kashf qilamiz. Tariximizda shunday shaxslar borki, ular nafaqat sarkarda, balki ilm ahli sifatida ham tariximizda o'chmas iz qoldirgan. Bulardan biri Xorazm hukmdori, tarixchi va olim Abdulg'ozi Bahodirxondir. U davlat boshqaruvi bilan birga ilm-ma'rifat sohasida ham yuksak namuna ko'rsatgan buyuk zot edi. Uning Shajariya Turk va Shajariya Tarokima asarlari turkiy xalqlarining bebaho manbaidir. U ilmni qudrat, tarixni esa o'zlik oynasi deb bildi. Abdulg'ozi Bahodirxon o'z asarlarida haqiqatni va adolatni himoya qilishdan hech qachon chekinmadi. Bugun muzeylarda saqlanayotgan qo'lyozmalar va tarixiy manbalar uning ilmiy merosining tirik guvohidir. O'zimizniki aksiyasi aynan shunday ajdodlarimiz merosini keng jamoatchilikka tarqatish uchun xizmat qiladi. Biz o'z tariximizni bilgan xalqmiz. Bu bilim bizlarga nafaqat g'urur, balki faxrni bag'ishlaydi. Shu bois biz faxr bilan ayta olamizki, Abdulg'ozi Bahodirxon bu bizning ajdodimiz. Bu meros o'zimiznikidir.